oddiy xalqqa ham o'ylash kerak-da. Eski marka yaxshi deydiganlar ham bor-da baribir. Hamma yoq kredit olib ketadi-ku. Lekin mazasi qochdi. Mazasi qochdi. Haqiqatdan 2010-yildan pastini yo'qotib yuborishga qarshiman. Erkaklarga ta'sir qilyapti-ku. Jentra, mo'zalarni sindirib tashlaydi. Assalomu alaykum, Nazorat.uz axborot agentligining obunachilari va bizani doimiy kuzatuvchilar. Bugun biz hozir Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi o'sha xalq tilida aytadigan bo'lsak, Gvardeyskiy GAIga jamoamiz bilan so'rovnoma o'tkazgani keldik. So'rovnoma nega o'tkaziladi, qanaqa mazmunda degan savollarga Toshkent shahrida Euro 5 standartiga to'g'ri kelmaydigan avtomashinalar kiritilmaydi degan sarlavha ostida bir necha kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa mazmundagi maqola tarqaldi. Ayni paytda Euro 5 avtomashinalari deganda 2010-yilgacha ishlab chiqarilgan mashinalarni tushunish mumkin degan pastida izohi ham bor. Biz hozir bu mavzuga to'xtalmoqchi emasmiz, shunchaki haydovchilardan ushbu mavzuga tegishli bo'lgan bir qancha fikrlarni o'rganmoqchimiz. Mulohazalari qanaqa ekanligini aynan haydovchilardan suhbat qilgan holatda, haydovchilar bilan so'rovnoma o'tkazgan holatda bilmoqchimiz. Ya'ni 2010-yilgacha bo'lgan avtomashinalar demak kelgusi 2030-yilga qadar bosqichma-bosqich ravishda demak shaharda ekspluatatsiya qilinishi cheklanishi aytilmoqda. Bu haqida qani so'rab ko'ramiz. So'rovnoma o'tkazamiz. Qanday? Chunki bizani tahririyatimizga juda ham ko'plab haydovchilar murojaat qilishyapti. Aksarlarini murojaat shundan iborat bo'lyaptiki, biz 2005-yil, 2009, 2010-yilgacha bo'lgan mashinalarni haydaymiz va tirikchilik qilamiz. Nima bo'ladi bundan buyog'iga degan savollar juda ham ko'p. Hali to'ydan oldin nog'ora chalishga vaqtli. Shuning uchun biz shunchaki hozir so'rovnoma o'tkazib, o'zimizni fikrlarimizni, takliflarimizni berib o'tamiz. Demak, bundan o'za boshladik. Bezovta qildik, ijtimoiy so'rovnoma o'tkazayotdik, ommaviy axborot vositasidamiz. 2010-yilgacha bo'lgan mashinalarning avtomobillarni cheklov yuzasidan baribir hammada ham unaqa 2010dan tepasi bo'lmasligi mumkin. Fikringiz qanaqaga o'qigan bo'lsangiz ijtimoiy tarmoqda? O'qidim, ko'rdim. Endi menimcha hali beri u kuchga kirmasa kerak. Endi kuchga kirsa ham bosqichli ravishda 2030-yilgacha kuchga kirish ta'kidlanmoqda. Kirsa ham endi nima desam, oddiy xalqqa ham o'ylash kerak-da. Hop, yechim berish kerak bu narsa bo'yicha. Prosta oddiy misol uchun Nexus Spark'ga ham olib tashagan hozir konveyerdan. Xo'sh. Bunda oddiy xalq nima kirakash bo'ladimi yoki 2 million 3 millionga ishlab yurgan odam qanaqa qilib olsin? Ko'beldan, mo'za, masalan, imtiyozli qanaqadir kredit asosida beriladigan bo'lsa, imtiyozli. Unda nima, masalan, avtomobil 2010-yildan past insonlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Qaror yuzasidan. Endi 2030-yilgacha iloji boricha harakat qilib, yangiroq mashina olishsa, endi men unga qarshiman, lekin 2010-yildan pastini yo'qotib yuborishga qarshiman. Bu qiyin endi, uni yo'qotib yuborishimiz. Elektromobillarga munosabatingiz qanaqa? Elektromobil zo'r, yaxshi. Sharoiti bor odam o'zgartirib olgani yaxshiroq elektromobil. Ana Andijondan qayerdan zavod ochilayotgan ekan, o'shanga anaqa roziman-da, yaxshi narsa chiqarishyapti. Davolasami, jentra, mo'zalarni sindirib tashlaydi. Yana haydovchi sifatida o'zini qiynayotgan qanaqadir mulohazalar bo'lsa, aytishingiz mumkin. Yo'q, hammasi joyida. Hammasi joyida. Rahmat ko'p. Sog' bo'ling. Davom etamiz. Savol bersam malum ijtimoiy tarmoqlarimizni. Ya'ni 2010-yilgacha bo'lgan avtotransport vositalarining cheklovi bo'yicha yaqinda demak maqola chiqdi, ko'zingiz tushgan bo'lsa, o'sha yuzasidan masalan hammada ham 2010-yildan yuqori avtomashinalar bo'lmasligi mumkin. Ehtimol boshqa atrofda shu yuzasidan fikringiz qanaqa? Fikrimmi? To'g'risini aytsam, bitta tanishimiz mana shunaqa deb eshitgan edi. Mashinasi shu 2010-yildan pastki mashina ekanda, lekin mazasi qochdi. Haqiqatdan. Nima mashina haydaydilar? Matiz haydaydilar. O'sha tirikchiliklar shu avtomobil bilan bog'liq bo'lgan shaxslar bor. 4 ta bolasi bor. Endi davlat ishida ishlaydi, er xotin ham. Lekin mazasi qochdi. Haqiqatda
Men o'zim borib ko'rib kelib hayron qoldim, nimaga bunchalik anaqa bo'ldi desam, mashina ololmayman, qaror chiqibdi. Что mana shunaqa mani mashinamni yili eskiydi deydi-da endi. Men aytdim, voy, shunga shuncha vahima qildingizmi? Nima yechim bera olırdingiz, opajon? Siz o'rnalarda bo'lsangiz. Yechim, lekin buni to'xtatish kerak-da, baribir. Buni yaxshi tomonlari ham bo'lishi mumkin. Yaxshi tomonlari ham bor, lekin yomon tomonlari ham bo'lib turibdi-da. Masalan, erkaklarga ta'sir qilyapti-ku, masalan. Ularga ham qiyin, oson emas, masalan. Men shunaqa deb o'ylayman. Masalan, imtiyozli qanaqadir kredit ajratib, mashinasini yangilab berish bo'yicha. Shunaqa bo'lsa ham yaxshi bo'lardi. Boshqa bir qonunchilik takliflar ishlab chiqilsa, o'sha tanishingiz olgan bo'larmidilar? Olardi, albatta. Imtiyoz berilsa, albatta. Imtiyozi bo'lsa, endi hozir shunga qurbi yetmayapti-da. Bolalar o'qiydi. O'z avtomobil haydaysizmi? Haydayman. Mashina haydaysiz. Juda ham yaxshi opajon. Shu fikr bo'yicha rahmat sizga, rahmat. Aka, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Bezovtalarlik ommaviy axborot vositasidamiz. Men bu 2010-yilgacha bo'lgan avtomobillarni cheklashdan o'qigan bo'lsangiz kerak. Xabar chiqdi. Shu yuzasidan fikringiz qanaqa? Fikrim Mashinangiz nechinchi yil? 2017-yil. 2017-yil. Bu katta narsa-da. Katta narsa. Buni menimcha iziga solish qiyin, ko'p odamga jabr bo'lib qoladi. Lekin etap qilinish kerak bo'lgan narsa-da bu. Taraqqiyotda bu. Yechim berilsa, masalan, tanish bilishingizda o'zida ham bordir. Yechim berilsa, maslahat bergan bo'ladi. Yechim bera, maslahat 5 yil ichida ulguramizmi? Yo'q, menimcha qisqa muddat. Qisqa muddat. Demak, 5 yil qisqa muddat. 5 yil qisqa muddat menimcha. Qanaqadir imtiyozli shartlar asosida. Ana o'shunaqa qilsa bo'ladi. Shunaqa qilsa bo'ladi. Yana boshqa qanaqa taklif bera olgan bo'lardingiz? Ko'rib chiqmadim to'g'risi hali buni. Ko'rib chiqmadim, hali o'rganib chiqmadim. Qisqacha olganda shu qo'shni davlatlar, misol uchun Rossiyada bu yechimni o'zini mashinasiga chegirma berib, eski mashinasini utilizatsiyaga olib, shunaqa menimcha yechishdi masalani. Lekin unga hamma ham ko'nmaydi-da. Hamma ham misol uchun eski inomarka yaxshi deydiganlar ham bor-da, baribir. O'sha endi buni yechimini buni ilmi borli biladi-da. Men bir nima deya olmayman lekin. Lekin qilinish kerak-da bu. Yaxshi yo'l harakati ishtirokchisi sifatida o'zingizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ham gapirishingiz mumkin. Yo'q, men в принципе hammasi ustirayo'q. Hammasi joyida. Endi men ko'p yurmayman. Ko'p yurmayman, ishga, uyga, bu. Mana shunaqa. Mashina bilan bog'liq emas-da, anaqa yurishim. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar.